Assalomu alaykum tug'anlar. Bu yerda negizi peshobod бар. Bu Баткен shahri, Center Krugovoy. Men 1 yildan beri bayqab kelem. Баткен shahrida bir da peshobod yo'q. Бар, biroq siziqcha zebralar hech biri tunuq emas, o'chib ketgan bardigi. Meriya xizmatkorlari buga 1 yildan beri qaytagar muomala jasab keladi. Gay xizmatkorlarine barıp uşul suronu uzatsam, bunga biz zayıfka bergenmiz. Meriya anlaş gerek. Bunu özünün bir xizmatkorları var, oşular kana jasayt dedi. Şondan birisi mayıp olup bir maşina süzüp ketkiçe bunu erterek jasap koyuңuzдар suranabыз. Bu yerda da negizi peshobod, biroq ko'zingizda ko'rib turganday hech narsa yo'q. Bunaki sentrdan biraz ildi jirganda tag'i peshobod, biroq ko'zingizda ko'rib turganday hech narsa yo'q. Buni voditellar peshobod yo'q ekan deb aydaveradilar, biroq jo'jurchilar biladi. Ko'zga ko'rinar, ko'rinmas bo'lib turadi, biroq ko'pchilik uchurda voditellarga, haydovchilarga ko'rinmay qolishi mumkin. Al yerda da o'shanday hech narsa ko'rinmay qolgan. Bul degan Баткен sentrinde o'shanday olsa, boshqa ko'chalarni aytishdan da keragi yo'q. Баткен shahrida bir da zebra tunuq emas.